Do'stlar, bilasizlar, bu dunyo o'tkinchi dunyo. Hamma keladi, ketadi. Xullas do'stlar, Bilol do'stimiz bilan xayrlashyapmiz. Ular Abu Dabiga qaytib ketishyapti. Chunki do'stlar, bilasizlar, viza muammosi bularga 10 kun vaqt bergan. Saudiyaga kirish uchun 10 kun vaqt bergan. Vaqt tugayapti. Bugun ketish kerak tezroq. Hozir Makka shahridamiz. Do'stlar, qaranglarda. Mana shu bola, mana shu yo'lda meni ko'rib, islom dinini qabul qildi. Shu kunlari juda xursand bo'lib, imomlardan kalimalarni aytib islom diniga kirdi, ko'rdlaring. Bilol, islom, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Mashalloh. Do'stlar, mana ko'rdlaringmi? Hamma suralarni yodlayapti, namozlarni o'qiyapti 5 vaqt. Allohim qodir qildi. Ko'ngliga soldi, men bilan yurib keldi chegaragacha. Qildi. Keyin akamiz